Hurmatli vatandoshlar, bugungi videomizda sizlarning e'tiboringizga yangi domdan 4-qavatda bir xona kvartira ko'rsatib o'tamiz. Yine ishlari yarmadan, bir ishlardan va sentrda 39-kollejning orqa tarafida joylashgan ekan. Bismillah giramiz. Bu yerda girgandan keyin prixожий zonasi bo'ladi. Bu yerda asosiy xonasi, oshxona, sanuzel joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, bu yerdan ko'rsatib boramiz sizga. MDF ishlar qo'yilgan, mana ishlarni o'rnatilgan. Sanuzel polni kafeldan chiqqan, dushuvoy keyin. Unitaz, bu yerda rakovinasi, bu tarafda esa azlar suvdaliyasi yaxshi bo'lishi uchun nasozlar qo'yilgan, arisollari bor. Bu tarafında oshxona qismi bo'ladi. Hamma joyi qoladi. Olinadigan joyi bir ko'pacha takalari olinishi mumkin. Qolmaysizlar qoladi. Polni, ya'ni xolaliklarcha qoladi. Kuxinniy, gaz plita, vichkazlar. Bir yana gaz cho'chlari qo'yilgan. Gazdan muammosi yo'q. Bu yerda bir tez o'rnatsangizlar, ovqatlanganda tezroq tomosha qilib o'tiraverasizlar. Hurmatli vatandoshlar, bir xonali, narxi zo'r, azlar ko'nada umuman narxida срочный sotiladi. Местоположение yaxshi, bog'cha, maktab yonimda. Parkoshli mestalari va domlardan azda. Birimizning asosiy xonasi joyi bo'ladi, konditsioner qoladi, gilamlar, televizori, polni qoladi. Hurmatli vatandoshlar. Azlar uchun ajoyib kompaktni etib qurilgan domlardan bir xonani qarab yurgan yaqinlarga videoni ulashib qo'yasizlar. Biz orqali kelib joy yasalar, foydamiz degandan xursand bo'lamiz. Bu yerda televizor zonasi 270 million so'mga bir xona kvartira ko'ramiz azda, yangi domdan. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib, videolarga like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşürüz deb qolamiz.